Assalomu alaykum. Efirda bugun O'zbekistonda dasturi studiyada Ma'murjon Nafasov. Oliy Majlis Senatida mahalla raislari uchun navbatdagi malaka oshirish seminari tashkil etildi. Unda poytaxtning 12 ta tumanidan tashrif buyurgan 12 nafar mahalla raisi ishtirok etdi. Mazkur seminarning asosiy maqsadi mahalla raislarining davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyati, xususan Senatning konstitutsiyaviy vakolatlari, qonun ijodkorligi jarayonidagi o'rni hamda hududlardagi muammolarni hal etishdagi ishtirokini yanada chuqurroq anglashlariga ko'maklashishdan iborat bo'ldi. Tadbir davomida tinglovchilarga Senatning tashkiliy tuzilmasi, qo'mitalar faoliyati, hududlar manfaatlarini ifoda etishdagi o'rni, parlament nazorati mexanizmlari hamda qonunlarni ishlab chiqish va muhokama qilish jarayonlari haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, seminarda mahalla institutini yanada rivojlantirish, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, xotin-qizlar va ayollar bandligini ta'minlash, keksalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, mahallalarda huquqbuzarliklar profilaktikasini kuchaytirish kabi dolzarb masalalar muhokama qilindi. Tinglovchilar tomonidan mahallalarda uchrayotgan muammolar, aholi murojaatlari bilan ishlash amaliyoti, ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish hamda davlat organlari bilan hamkorlikni yanada takomillashtirish yuzasidan taklif va mulohazalar bildirildi. O'zbekistonning Efiopiyadagi birinchi elchisi mamlakat prezidentiga ishonch yorliqlarini topshirdi. Bu haqida Dunyo axborot agentligi xabar berdi. Marosim doirasida bo'lib o'tgan muloqot chog'ida O'zbekiston va Efiopiya o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari yuzasidan fikr almashildi. Efiopiya prezidenti O'zbekistonning mamlakatdagi elchisi tayinlanganini mamnuniyat bilan qarshi oldi. U ikki tomonlama munosabatlarning izchil rivojlanishi va amaliy hamkorlikning yanada kengayishiga ishonch bildirdi. O'zbekiston elchisi o'z nutqida Prezident Shavkat Mirziyoyevning eng ezgu tilaklari va samimiy salomini yetkazdi hamda o'zaro manfaatli iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga tayyor ekanini ta'kidladi. Efiopiya yetakchisi O'zbekiston prezidentiga ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yo'lga qo'yayotgani uchun minnatdorlik bildirdi va o'zining ezgu tilaklarini yo'lladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston va Efiopiya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar 1996-yil 15-iyulda o'rnatilgan. Ashraf Xo'jayev 2024-yil fevraldan buyon O'zbekistonning Qatardagi elchisi hisoblanadi. U 2025-yil oktyabrdan e'tiboran o'rindoshlik asosida O'zbekistonning Janubiy Afrika Respublikasidagi elchisi sifatida ham akkreditatsiyadan o'tgan. Xavfli deb topilgan yonilg'i shoxobchalari xavfsiz hududlarga ko'chiriladi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan yonilg'i quyish shoxobchalari va gaz to'ldirish inshootlarida avariya hamda noxush hodisalarning oldini olishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi. Qarorga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari 2026-yil 1-sentyabrga qadar xavfsizlik, sanoat va yong'in xavfsizligi, ekologik hamda shaharsozlik normalariga javob bermaydigan yonilg'i quyish shoxobchalari va gaz to'ldirish inshootlari reyestrini shakllantiradi. Shundan so'ng mazkur obyektlarni bosqichma-bosqich xavfsiz hududlarga ko'chirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Qarorda ko'chirilgan obyektlar joylashgan yer uchastkalariga bo'lgan huquqlar tadbirkorlar ixtiyorida saqlanib qolishi belgilangan. Hujjatda shuningdek, xavfsiz hududlarga ko'chirilgan avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalariga istisno tariqasida gaz tarmoqlariga ulanish uchun texnik shartlar rasmiylashtirib berilishi nazarda tutilgan. Mazkur choralar yonilg'i quyish shoxobchalari va gaz to'ldirish inshootlarida xavfsizlik talablarini kuchaytirish, avariyalar xavfini kamaytirish hamda aholi xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Muhandislarning noqonuniy harakati fosh etildi. Farg'ona tumani elektr ta'minoti korxonasi muhandisi xizmat mavqeyidan foydalanib, fuqaroning qurilish mahsulotlari ishlab chiqarish sexiga elektr tarmog'i tortish, elektr hisoblagich o'rnatib, ulab berish, shuningdek, mansabdor tanishlari orqali ruxsat beruvchi hujjatlarni tayyorlatib berish evaziga 100 million so'm talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda muqaddam sudlangan muhandis so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtida
ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Boshqa holatda esa Sharof Rashidov tumani elektr ta'minoti korxonasi muhandisi ham o'z xizmat mavqeyidan foydalanib, mahalliy fermer xo'jaligining elektr energiyasidan mavjud 122 million so'm qarzdorligini mansabdor tanishlari orqali yo'q qilib berish evaziga 50 million so'm talab qilib, muqaddam 10 million so'm olgan. Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda u qolgan 40 million so'mni olgan vaqtida ushlandi. Hozirda har ikki holat bo'yicha muhandislarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilishi holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi. Siz bugun O'zbekistonda dasturi bilan tanishdingiz. O'zbekiston 24 radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzatib boring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.